Ekologik ekspertiza degan korxonamiz bor. Bu davlat korxonasi. Har bir korxona o'zini faoliyatini boshlashdan oldin uni loyihasini ekologik ekspertizadan o'tkaziladi. Ekologik ekspertiza nimani ko'radi? Birinchi ko'radigan narsasi shu, mana shu korxona faoliyati boshlangandan keyin u atrof muhitga, tabiatga yetkazadigan zarari qay miqdorda. Bu bir taroziday pallasiday gapda bu. Taroziga qo'yib ko'radi. Bu korxonaning keraklilik darajasi qancha-yu, bu yetkazadigan zarar qancha bo'ladi. Endi ekologik ekspertizadan o'tganda o'zini qonun qoidalari, normativlarini reglamentidan kelib chiqib, bularga shartlarni qo'yadi. Texnik shartlarni qo'yadi. San deydi, mana shu olib keladigan deylik matoni bo'yash deydigan bo'lsak, matoni bo'yash oqibatida hosil bo'ladigan mana shu ximikat suvni, zararli suvni bug'lantirib, zararsizlantirib, biologik soorужение deydi, o'sha soorужениесida tindirib, uni qayta ishlatish darajasigacha olib kelishi talab qo'yiladi. Endi pishiq ishlab chiqarish korxonalari haqida gapirildi. Bularda juda ko'p aholimizdan bizga e'tirozlar bo'ladi shu to'g'risida. 88 ta hozir shunday korxonamiz bor. Bu 88 ta korxonamizning 70 tasi mana shu qora tutunni xavflilik darajasini pasaytirib beradigan uskunani o'rnatdi. Shuni eng xursand bo'ladigan jihatimiz shundaki, bu uskunani ham o'zimizning buxorolik olimlarimiz yaratdi. Juda ham arzon narxlarda lokalizatsiya qildik, o'zimizda qilyapmiz buni. Qolgan o'rnatmaganlari bilan biz belgilangan tartibda, sud tartibida ochiqroq aytadigan bo'lsak, ish olib boryapmiz. Biz bu mavzuni ham yoritgan edik, adashmasam. Shunday. Lekin ming afsuski, shu o'rnatgan korxonalarimiz ham hammasi ham yoqmayapti buni. Hammasi ham yoqmayapti, lekin ular bilish kerak. To'g'ri, biz tadbirkorlik subyektiga to'g'ridan-to'g'ri tekshirishga haqqimiz yo'q. Buni bilamiz o'zimiz ham. Lekin agar o'sha korxonadan aholining norozigarchiligi to'g'risida murojaat bo'ladigan bo'lsa, biz majbur bo'lamiz u korxonani yana qayta o'rganib, yana qayta ekspertizadan o'tkazib, talabga javob bermaydigan bo'lsa, faoliyatini to'xtatish bo'yicha sudga da'vo kiritishga. Bizga tadbirkorlar kerak. Tadbirkor bu iqtisodiyotni rivojlantiradigan qon, buni tushunamiz. Lekin tadbirkor O'zbekiston Respublikasi qonunlariga itoat qilgan tadbirkor bo'lishi kerak. Men tadbirkorman deb bu qonunni buzsa, men tadbirkorman deb u qonunni buzsa, unda u tadbirkor bo'lmaydi. Qonun buzarga aylanib qoladi. Rahmat, Jamol aka. Loyihalashtirish jarayonida har bir loyiha, nafaqat bu davlat obyekti, hatto xususiy obyekt qurilmoqchi bo'lsa ham, hozirgi yangi norma bo'yicha uni 25% yashil makon bo'lishi kerak. Misol uchun 100 sotiq joyda men bitta umumiy ovqatlanish shoxobchasi qurmoqchi bo'lsam, shuni 25 sotig'ini men yashil makon qilishim kerak. Bu qonun bilan, qaror bilan tasdiqlangan. Buni busiz ekspertiza o'tkazmaydi. Ekspertiza o'tkazmaganni ertaga biz davlat qabul komissiyasiga qo'l qo'yib bermaymiz uni hujjatiga. Biz yangini loyihani qilmasdan turib eskini buzishda ishlaydigan bo'lsak, uni tushunish qiyin. Bu mana fursatdan foydalanib men buni bir chaqiriq sifatida qabul qilishlarini so'raymiz. Mana shu quruvchilarimiz, qurilish kompaniyalarimiz qaysidir dastur asosida biz qurilish qilyapmiz deb bu yashil makonni vayron qilish degani emas. Uni yo'li bor. Uni yo'li bor. Misol uchun qayerdadir qaysidir daraxt xalaqit bergan bo'lishi mumkin. Uni ko'chirish mavsumi bor, ko'chirib beramiz. Qaysidir shoxasini butalab beramiz, yo'lini ochib beramiz. Har doim biza tashkilotimiz qaysidir ishni to'xtab qolishiga qarshimiz. Ish yurishiga biz ham tarafdormiz. Qurilish bo'ladi, maktab, bog'cha qurilishi bo'ladi. Lekin o'z boshimchalik bilan daraxtlarni kesib, saksovullarni, bitta saksovul 1 tonna changni qumni saqlaydi. Bitta saksovul 1 tonna. U bitta saksovulni ekib, parvarishlab, shunday deylik, voyaga yetkazguncha umr o'tib ketadi. Biz bitta ish qilamiz deb ikkinchi ishni buzishimiz kerak emas. Shuning uchun bu doimiy nazoratda bo'ladi bizning tashkilot tomonidan.